Eksklyuziv. O'zbek yigiti niderlandiyalik qizga uylandi. Gap shundaki, niderlandiyalik Mariya va o'zbekistonlik Husniddinning to'yi ikki xil madaniyatni birlashtirgan chiroyli bayramga aylandi. Marosim davomida kelin-kuyov milliy liboslarida bo'lib, xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarga o'zbekona kiyimlar, milliy taqinchoqlar, raqslar va urf-odatlar namoyish etildi. Kuyovning o'zbekistonlik do'stlari esa xorijlik mehmonlarga o'zbek raqslarini o'rgatib, ularni ham bayramga qo'shishdi. To'yda o'zbekona kelin salom marosimi ham o'tkazildi. Xorijlik mehmonlar ushbu an'anani katta qiziqish bilan kuzatib, o'zbekona urf-odatlar bilan yaqindan tanishdi. Ammo to'yning eng esda qolarli lahzalaridan biri Mariya va Husniddinning birgalikdagi valsi bo'ldi. Turli madaniyat vakili bo'lgan kelin-kuyovning raqsi mehmonlarning olqishlari ostida o'tdi. Bir tomonda Niderlandiya madaniyati, bir tomonda o'zbekona urf-odatlar. Ammo to'yda ikkisini birlashtirgan narsa sevgi va hurmat bo'ldi. Ushbu xabarni hali ham uylanmay yurgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Xo'sh, sizningcha o'zbek yigitlarining chet ellik qizlarga uylanayotganiga asosiy sababi nimada? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalda kuzatib boring.